Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizda 91-bitdan davom ettiramiz. Tamarinu mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Quyidagi savollarga ikkilikni ishlatgan holda javob bering. Kam qalaman indaka? Senda nechta qalam bor? Indi qalamani. Menda ikkita qalam bor. Kam kitaban indaka? Senda nechta kitob bor? Indi kitabani. Menda ikkita kitob bor. Kam sabburatan fi faslikum? Sinflaringizda nechta doska bor? Fi faslina sabburatani. Bizning sinfda ikkita doska bor. Kam riyalan indaki al-ana ya Layla? Hozir senda necha riyal bor ey Laylo? Indi riyalani. Menda 2 riyal bor. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Nechta opang bor ey Ali? Li ukhtani. Mani 2 opam bor. Kam amman laki ya Aminatu? Sani nechta amaking bor ey Omina? Li ammani. Mani 2 amakim bor. Kam sodiqan laka ya Muhammadu? Nechta o'rtog'ing bor, do'sting bor ey Muhammad? Li sodiqani. Mani 2 do'stim, o'rtog'im bor. Kam taliban jadidan fi faslikum? Sinflaringizda nechta yangi talaba bor? Fi faslina talibani jadidani. Sinfimizda 2 yangi talaba bor. Kam suqan fi qaryatika ya Zakariya? Ey Zakariya, sening qishlog'ingda nechta bozor bor? Fi qaryati suqani. Meni qishlog'imda 2 bozor bor. Kam funduqan fi hada shari'i? Bu ko'chada nechta mehmonxona bor? Fi hada shari'i funduqani. Bu ko'chada 2 mehmonxona bor. Kam axon laka ya Suadu? Bu Suad qiz bola. Kam axon laki ya Suadu? Nechta akang bor sana ey Suad? Li axovani. Mani 2 akam bor. Bu yerda mana bildirib qo'ydi. Al-axu so'zini al-musannahu uni ikkiligi axovani. Ani qo'shimchasidan tashqari yana bitta v ham qo'shiladi. Axoni emas, axovani deb oraga bitta v ham qo'shiladi. Iqra va kitub, o'qing va yozing. Xolidun lahu ibnani va bintani. Xolidni 2 o'g'il, 2 qizi bor. Fi hadal bayti ghurfatani kabiratani. Bu uyda 2 katta xona bor. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimani 2 kichik bolasi bor. Li aynani va uthnani va yadani va rijlani. Mani 2 ko'zim, 2 quloqim, 2 qo'lim va 2 oyog'im bor. Fi hadal hayy madrasatani. Bu mahallada 2 maktab bor. Fi hadhihi al-ghurfati nafizatani. Bu xonada 2 oyna, deraza bor. Lil bayti miftahani. Uyni 2 kaliti bor. Liman hatanil baqaratani. Bu 2 sigir kimniki? Huma lil fallahi. Bu ikkalasi dehqonniki. Ahadhani tabibani min Inkaltara. Bu 2 shifokor Angliyadanmi? La huma min Fransa. Yo'q, u ikkalasi Fransiyadan. Fi qaryati suqani saghirani. Mani qishlog'imda 2 kichik bozor bor. Mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.